Hurmatli mijozlar, hammaga assalomu alaykum. Hammangizning kunlaringiz xayrli bo'lsin. Endi sal kech bo'lgan qaramasdan sizlarga bir yangilikni aytish uchun kech bo'lgan qaramasdan shu nima deydi? Syomkani boshladik. Xullas, misol mashallah ishtiyoqingiz baland, lekin oldindan bermaka puliniz yo'q. Arayandan keyin pul yaladan yeri bor, to'lat tashiman. Demin bilan yursizdan, lekin boshlang'ishda ona pulim yo'q-ku meni. Shatib olaman ekan deb qiynalib yurganlar bo'lsa, bemalol avtoshop avtolamizga kelsangizlar. Devalam Xudo xolasa, misol Cobalt deysizlarmi, Gentra avtomat, mexanik, Spark deysizlarmi, Nexia 3 deysizlarmi? Arzon narxda xohlasangizlar avtoketga chiqarib beramiz. Arayandan keyin yana qo'llaringizga pul tushgan vaqti, xohlagan vaqtda beklatishingizlar bo'ladi. Ham ko'pchilik odam o'ylaydi, 5 yil misol avtoketga chiqaraman. Dan keyin misol 1 yilda beklasam 5 yillikni foiz to'laymanmi deb ko'pchilik odam o'ylanib qoladi. Yo'q, undan bo'lmaydi. Misol 5 yillik avtoket aladan bo'lsangiz, misol har bir kun emas, har bir setida foiz mint turadi. Har bir setida foiz mint bo'laveradi. Har bir setliki yo kunliki. Shuni misol 3 kundan keyin yo bo'lmasa 3 oydan keyin bekdan bo'lsangiz, shu 3 oylik foizini to'laysizlar. Bo'ldi. Arayanda keyin ana 4 yil 7 oy go'y ketadi bunli foiz. Kur'an Apple'ni o'zini chiqarib beradilar. Ham misol shu aytganimning JM mashinalar kerak bo'lmaydi yoki bo'lmasam inomarka mashinalar kerak bo'lsa, bemalol avtosalonimizga kelsangizlar, arzon narxda kelishtirilgan narxda qilib, cho'tkatib, razı qilib beramiz. BYD xonlar bor, BYD chempionlarimiz bor, Equinox mashinalarimiz bor, Malibularimiz bor, 2.4 lar bor, Premierlar bor, XL varianti bor. Xohlasangizlar, Malibu 1 mashinalarimiz bor. Bu yerda esa Damas mashinalarimiz bor. Damazlar ham har xil turlari, shot splashga deysizlarmi, yurgan tayyor deysizlarmi, yoki bo'lmasam bir ya nima deydi, arzon bo'lsa bo'ldi, yili ko'na ya sal sustenance network bo'lsa ham gap yo'q, lekin arzon bo'lsa bo'ldi, arani taxlab aytaman desangizlar, unday mashinalarni topib beramiz. Agar kreditga aralashman, naqd pul yoki bo'lmasam nasiya savdo, ya'ni dogovor sistemada mashina berasam desangizlar, Matiz mashinalarimiz ham bor, 5 million so'm pul bilan xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. To'g'ri ega bilan gaplashib. Avtoketga yetib o'tirmang. Xohlasangizlar avtomat Sparklarimiz bor. Avtoketga chiqarib beramiz. Ham yana bir plus tarafi bor. Misol 20 kun yo 1 oy, masalan 115-120 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 70 million so'm pullaringiz bor, 50 million so'm pullaringiz bor. Arani ustini 1 oy yoki bo'lmasam uzoq bilan 2 oy berib bilaman. Durib bilasizmi degan bo'lsangizlar, Xudo xolasa kelsangizlar ustunda hamma narsani dokumentlashtirib, ya'ni o'zaro dokument tuzamiz, tilxat boshqa shu narsalarni yozib, polni 1 oy 2 oy durib ham berib bilamiz o'zini pulini. Hech qanday ustuna pul yo penya mindirib boshqa qatib o'tirmang. To'g'ri shunday durib berib bilamiz. Gentralar ham shu 2024 deysizmi, 23 deysizmi, arzonlarga kerak desangizlar, bu yerda 15-yil gentralar ham avtomat kiribdi. Sustenalari nara zo'r holatlari. Past nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol yaxshilab e'tibor bilan videoni ko'rsangizlar, misol ko'zlaringizga qaysi kamera orqasida qaysi bir mashina ko'rilib turgan bo'lsa, shu mashinani ma'lumoti kerak bo'lgan bo'lsa, past nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol nomerlarimiz bilan bog'lansangizlar bo'ladi. Agar sizlar chet davlatda bo'ladigan bo'lsangizlar, Telegram yoki bo'lmasam WhatsApp orqali aloqaga chiqsangizlar ham bo'ladi. Farq yo'q, nov mashina bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo xolasa, bizning avtosalonimizda bo'lmasa ham, lekin egalar aytib qo'ygan egalar bo'ladi. Egalarni pryamoy to'g'ri ega bilan uchrashtirib, xohlasangizlar to'g'ri egani o'zi bilan gaplashtirib, savdolashtirib beramiz. Nima deydi, ya birovning ishi bitsa bo'ldi, tamom, ya hamma narsadan foyda qidirish shart emas edi-ku, mana shu narsa. Tamom, ya foyda bo'lmasa ham, lekin ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek, Gentra mexaniklarimiz ham, avtomatlarimiz ham bor. Xohlasangizlar, bu tarafda Cobaltlar ham bor. Xohlasangizlar, short spravka, xohlasangizlar, midnight variant, style variant, yili ko'nrak desangizlar, yili ko'nraklar ham bor, mexanik desangizlar, mexanik variantlar ham bor. Aksiya chiqib turgan mashinalarimiz bor. 3 million so'm bilan, 5 million so'm bilan, hamma polnisi xarajati bilan avtoketga chiqarib kelsangizlar bo'ladi. Avvallari mashina olish, mashina haydash qiyin bo'lar edi-ku, hozir вообще oson bo'lib qoldi. Даже
Şunun momenti yakkaladı, şunun maşla yakkaladı. Maşını avtosekretə çıxarıb bekitəmən desəyizlər, pul çıxarış şərt emas. Nöl bilən nölənməz. Doğru, sizlərə 2 sərəcə 500 min son, 1 milyon son deyən summalarım maşın bilən bir çək qoşulub bərlədi. Kızıq bok qaldı da. 10x desəyizə 10x maşınlarımız amma. Atak Malibu, Equinox, kattarak desəyizə kattaraklarım bu. Xullas maşınlarımız köp. Lekin şu aytganimning eldimden to'lovim yo'q edi, lekin mashina men minib bilmasman o deb turib ikkilanib yurganlar bo'lsa, da shunday donishlaringiz bo'lsa, misol sizlar bu men bilan sizlar shunday donishlaringiz bo'lsa, shu donishlaringizga xabar etsangizlar, xudo xolasa avtoshop avtosalonga keladigan bo'lsa, yana mashinalarimizni ko'ngilga yoqadigan mashinani birsini topib beramiz. Dan boshlang'ich to'lovsiz, xolasa 2-3 million bilan 5 million bilan agar yo'q sosteniyasi chotki bo'lsin desa, sosteniyasi chotki zo'r mashinalarni, kraskasi yo'q mashinalarni 10-15 milyon bilan ham avtokreditga chiqarib beramiz. Endi ko'ra avtokredit emas, naqd pul desangizlar naqd pul ham arzon qilib beramiz, aytilgan summalardan qaytib kelishtirib beramiz. Nasihat olay aytganimning 10 gün, 15 gün turib beradan yeri bormi, yo 1 oy, 2 oy turib beradi yeri bormi desangizlar, hech qanday ustuna penya, ustama, unday narsalarni mindirmang, o'zini bahosini 1 oy, 2 oy uzoqi bilan xudo xolasa turib beramiz. BYD chempion 400 laq. BMW diskalar qo'yilgan mashina. Har xil turda mashinalarimiz bor. Har birini narxlari yozilgan o'zina. 2023 yil misol mexanik 32 bin kilometr yurgan 133 milyon so'm. Cobalt mexanik 2023 yıl. Ben de 2014 yıl mexanik variantam bor. Arzonroq variant desangizlar 96 milyon so'm. Albatta endi aytilgan bahodan kelishtirib beriladi, hech qanday ham baho ko'rib turib, qimmat ekan deb turib, videoni o'tirib bermanglar. Istanib, yani xulosa qilishga shoshilmanglar deydi-ku. Shuni ya'ni videoni o'tirib bermanglar. Bunda style variantda 2025 yıl mashinamiz ham bor. Mashinamiz 160 milyon so'm. Birinchi nomer, ikkinchi nomerlarni gasayizlar savdolashib arzon narxda shu sizlarni rozi qilib beramiz. Midnight variantda Cobalt'imiz ham bor. Bu mashinamiz polni tayyor 165 milyon so'm. Xarid qilsangizlar bo'ladi. Bunga metan qo'yilgan, chexol ham qo'yilgan. Birinchi nomer ham taqilgan. O'zi Midnight variantdagi Cobalt'lar bir eng ya navdida yo'q. Ben arzon topdim deganda 158-157 milyon topsanglar bo'ladi. Lekin birinchi nomersiz Midnight variantini naqd pula. Birinchi nomersiz Midnight variantini 157 milyon topadan bo'lsangizlar 4 milyon so'm birinchi nomerni qo'yasizlar. Keyin 161 bo'ladi, 161 oformleniya pul chiqadi bu yerda. Vam примерно 1,5 milyon so'mdan yetadi. 162,5. Ana keyin ikkinchi nomerni qo'yasizlar o'zlaringizning atalaringizga. U ham 4 milyon so'm. 166,5 bo'lib ketdi o'sha. Metani chexol poliklari o'sha u bilan ham 5 milyon so'm deganda 170 dan o'tib ketdi o'sha bahosi. Lekin biz sizlar esa naqd pul olaman desangizlar 164 milyon so'm qilib beramiz. Metan ham chexol polik ham bor. Midnight 2025 yil avtomat korobka mashinamizda hech qanday ichida kraskasi yo'q. Probeg 7000 kilometr yurgan hali. Polnosti probegini ham kraskasini tekshirtirib, test drive qilib haydab ko'rib, keyin xarid qilsangizlar bo'ladi. Gandam 2025 yıl style variant. Yani aytganimning shu 160 milyon so'm. Shot spravka mashin. Lekin shu aytganimning xulosa qilishga shoshilmanglar. Gasayizlar ustunda qo'lni qo'la degandan keyin savdoni qilaveramiz deydi-ku. Yaxshi deganning aytilgan bahodan kelishtirib beramiz. Xohlasangizlar, bu yerda yana bunday mashinlarimiz ham bor. Evakuator deymi? Qiziquvchilar bo'lsa Bam, non taparku. Bunday o'ylan qaranda. Shu deyani pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol bog'lansangiz bo'ladi nomerlarimiz bilan. Xohlasangizlar to'g'ri telefon qilib, xohlasangizlar Telegram, WhatsApp orqali aloqa chiqsangiz bo'ladi. Agar misol hozir mashina olishga nima yo'q, ehtiyojim yo'q, lekin
5 kunlardan keyin, 10 kunlardan keyin ishlab topsam bo'ladi mashina deydigan bo'lsangizlar. Instagram sahifamiz bor, avtoshop.90. Bemalol poisk berib turib, Instagramdan podpiska tashab turib, obuna bo'lib, bemalol tomosha qilib o'tirsangizlar, aksiya qo'yiladigan mashinalarimiz yakkasa, hammasini gunda qo'yib boramiz. Instagram orqali bizlarni kuzatib, o'zingizga kerakli bo'lgan mashinani xarid qilsangiz ham bo'ladi o'zlarimizdan arzon narxda. Har xil variantda mashinalarimiz yo'q. Hozir salonni ichiga ko'rsatib o'taman sizlarga. Salonning ichida yana Equinox, Malibu XL, xohlasangizlar Honda elektromobillarimiz ham bor. Bu mashinamiz 2024-yil 1000 kilometr tutdi hali. Bu yerda esa Honda mashinamiz bu 2025 shot spravka. Bahasi 235 million so'm. Ana sökmeyen variantda ya'ni mashina 1 kol 2.4 atmosferli motorli Malibu 2 mashinamiz ham bor. Polni kraskasi ham yer toza, 4 ta yumshoq balon qo'ygan. Balonni holatini ko'rishingiz mumkin. O'zi mashina tushunadigan odam o'zi sezadi u narsani, ham hozir ochib ko'rsatamaslar. O'zini haqiqiy, o'zini durish holati. Sidinga e'tiboringlar. 2018-yil mashina, 7 yillik mashina. 7 yillikda saqlangan holatini ko'rishingiz mumkin. Mashina hali 72 ming kilometr yurgan. Probik o'chdi. 72 ming o'zini halol yurgani, kraskasi polni toza. Xohlagan yerlaringizga olib borib, test drive qilib, kraskasi bilan probekini tekshirib xarid qilsangiz bo'ladi. Mashina narxi 270 million so'm. Mashina 1 kol shot spravka vaqtidan bir odam olib haydagan, ta 72 ming kilometr yurincha bir odam o'zaydigan. 2 kol ya 3 kol emas, 1 kol mashina. 2.4 atmosferli. Xohlasangizlar metan, xohlasangizlar propan, liboy qo'yaverasizlar. Bez problem tushadi. Metan propanlar. Equinox mashinamiz 2021-yil full variant. Narxi 338 million so'm prema yegan keyin 93 ming kilometr tutdi mashina. Full deganning ko'rishingiz mumkin. Palasa rejim ham bor, ham abdush rejimlar ham bor. Yanda Captiva Equinox'larimiz ham bor. Üstüne amcalardan ham getirdik. Xullas past nömrələrimizi qaldıramiz, nömrələrimiz bilan bağlansanızlar bo'ladi. Biz har doim shu yerda xizmatdamiz. Uylarimiz ham shura yaqin, bemalol geçtam telefonlasharinglar. Ya'ni cheklangan variant yo'q. Misol 8dan, azon 8dan kechki 6gacha ish bizada, yo kechki 7gacha ish degan guring yo'q. Bemalol telefonlasangizlar. Misol niyatlaringiz bo'lsa, shu kun olishim kerak mashinadan bo'lsangizlar, bemalol telefonlasangizlar. Baraka qilish uchun sizlar ishlaringizni bitirish kerak bo'lsa, kelib barakani qilaveramiz. Xullas, xabarlashinglar. Biza shu yerda kunlaringiz yaxshi o'tsin. Hammangizni ishlaringizning rivojini bersin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.